sinib ketsa bepulga beramiz deyapgan. Sifatini tekshiramiz do'stlar. Mana bo'lmasa. Borib turib mana tepsangiz ham ishtim olmaydi. Ya'ni bu shisha toladan yasalgan bo'ladi. Endi truba tortiki, unaqa bu tortiki, bunaqa tortiki degan muammo bo'lmaydi. Bu kanalizatsiya yetib bormagan joylarga ishlatsalar ham bo'lar ekan. Bu nima masalan do'stlar, bir asrgacha to'lmaydigan kanalizatsiya bo'ladi. Nimani hisobiga to'lmaydi desalar, oddiy bakteriyamizni olamiz, shunday qirqib turib bitta to'kamiz. To'kkanimizdan keyin odamning axlatini 90% texnik suvga aylantirar ekan. Bu texnik suvni o'g'itonnida ishlatsalar ham bo'ladi. 3 ta teshigi bo'ladi. Birinchi yog'lamaydi ishlash uchun, ikkinchisi kir yuyiladigan joyga, uchinchisi ya'ni pasharning o'tda bo'ladi. Nimagalar mumkin bassalang, ya'ni salafan bilan pampers tashlamasalang, bunimiz umuman to'lmaydi. Bu bakteriyani har 6 oyda to'kib tursalar ham bo'ldi. Bakteriyaning narxi atiga 50 ming so'm bo'ladi. Bu kanalizatsiyamiz bo'lsa, do'stlar, atiga ya'ni eng kichigi 8 kishilik 8 million so'm bo'ladi. Bu narxlarda ichida vodiy bo'ladi. Dastlabki ustanova mutlaqo bepul. Qolgan joylarga albatta kelishgan holatda sizdan talab qilinadigan narsa yeringizni ko'lab bersangiz bo'ldi. Hamda usta akalarimizga obed qilib bersalar bo'ldi. Zakaz berish akalarimiz nomerlarini pastda qoldirdik.